kunga yetkazganiga shukr. Alisher Bey bizni do'stimiz. 50 yildan beri shu bizni xizmatimizni qilib yuradigan yigit. Shuning uchun biz Shinavandamiz. Shu yigitning Shinavandaligini evaziga bugun biz shu yerdamiz. Kelavering, Alisher. Sizlar bilan bizni uchrashishimizga sabab bo'lganlardan biri bu kishi farzandlari, ahli ayoli. Allohga beadad shukr, sizlar bilan uchrashdik bugun. Alisher Bey omon bo'ling. Farzandlar to'yini qilyapsiz, eshitishimcha, to'g'rimi? Ilohim farzandlar baxtli, saodatli bo'lsin. Siz o'ylagan darajadagi, ota-onangiz, buvalaringiz o'ylagan darajadagi insonlar bo'lsin. O'sha qarisin, baxtli bo'lsin. Shu qani Bek aka, bu kichkinalarni ham bir beraverdi. Bularni ham to'yini qilyapmiz. Xudo xolasa bular uylanganda ham biz keraklik, bitta qarasak bularga. Barakalloh. Barakalloh. Do'st bilan obod bengar bo'lsa vayron ham do'st qadam qo'ymas esa vayronadir koshona. İntizor her öydina bilik şalar bazmiga ger qadam qaboha yig'lagay ostona. Do'st qidir do'stab jahonda, do'st 100 ming bo'lsa ko'p erir bisyor düşman bo'lsa birdan ham do'sti sodiq yo'q ekan deb o'rtanib yonma vale. Mehrin keng ochsang erkin do'st bo'lar begona. Mehrin keng ochsang erkin do'st bo'lar begona.